Bu dunyoda hamma o'zicha haq. Mana akalar. Vodiy viloyatlarida bugundan 1-iyuldan Xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab Energetika vazirligi gazni narxini oshirib qo'ydi. Propanni narxi 7200 so'm bo'ldi, metanni narxi 5700 so'm bo'ldi. Endi ushbu meni bitta iltimosim bor transport vazirligiga. Mana shu laboni bilaman-da. Endi sizlardan bitta iltimos, chiqib xalqqa shu yoqilg'i oshganligi, Energetika vazirligi yoqilg'ini oshganligi sababli shopirlarimiz yo'l kirani ham oshiryapti. To'g'ri tushuninglar deb biz ham tarafimizni olib bersalaring bo'lar ekan. Hech kim shopirlarning tarafini olmaydi-yu. Hamma narxni oshiradi. Shopir narxni oshirsa, bizning nima daxlimiz bor, qora xalqqa tuyadimi shu gaping deydi. Hozir bittasini ishini qilib keldim, rosa sukutda. O'shanga qilib qo'yapman. Mana shu videoni. Sog' bo'linglar, ishlaringga rivoj. Bolalarni kunida kattalarni xafa qildilaring yomon. Propanam oshib ketdi. 7200 so'm bo'ldi aka. 700 so'mga oshib ketdi. 700 so'm oshibdi. Chidaymiz, nima qilamiz? Sog' bo'linglar.